Hazrat Umarni yig'layotgan Badaviyning tavbasini eshitganmisiz? Hazrat Umar bir kun Payg'ambarimiz alayhissalomning qabrlari boshida duo qilayotgan bir badaviyni ko'radi. Badaviy shunday go'zal duo qildiki, Hazrat Umar yig'ladi. "Ya Rabbiy, uning duosiga men ham amin deyman. Uning duosi hurmatida meni ham afv qil" dedi. Duo mana bunday. Badaviy qo'llarini ochib aytdiki: "Ya Rabbiy, bu yerda yotgan sening habibingdir, sening rasulingdir. Shayton esa sening dushmaningdir. Men esa sening qulingman, ya Rabbiy. Agar meni kechirsang, habibing sevinadi. Shayton xafa bo'ladi. Quling esa najot topadi. Ammo kechirmasang, habibing xafa bo'ladi. Shayton sevinadi. Quling esa halok bo'ladi. Ya Rabbiy, habibingni xafa qilma. Shaytonni sevintirma. Qulingni esa halok qilma. Sen azizsan va juda ham saxiysan. Kechir meni ya Rabbim." Va davomida aytayaptiki: "Ya Rabbiy, arablar ichida oliy janob biri vafot etganda, uning qabrining boshida bir qulni ozod qilish odatdir. Ya Rabbiy, men ham insonlarning eng